ilmini bildi. Bu shunday mustaqil bo'ldiki, 5 yil, 4 yil tog'larga giyoga terib yeb, o'sha maqomga kirdi. Ana endi o'sha Hazrat Mavlana Jaloliddin Rumi aytadiki, shariat bir qushda kallasi, tariqat tanasi, ma'rifat uni qanoti, haqiqat o'shining ichidagi joniy ruhi dedi. Agar bular turovi hozir bo'lmasa, qanaqa qilib bular osmonga uchadi qush dedi. Shuning uchun qolgan olimmi, u allomami, ulamomi, albatta o'sha Rasulullohdan sunnat vojib amallar. Bu tariqatga kiradi, innaki vali bo'ladi. Agar tariqatga kirmasa, valilikni hech qanday ololmaydi. Shuning uchun Hazrat Navoiy aytadiki, shariatsiz tariqatga o'tib bo'lmas, tariqasiz ma'rifatni bilib bo'lmas, ma'rifatsiz haqiqat asrori bo'lmas, hargiz vali bo'lmas dedi. Bu bitta shu ulamalik bilan, allomalik bilan bu ishni qilolmaydi. Bu Xudoning ishqi, bu muhabbati shundayki, bu ulug'larimizdan tortib to o'sha Hazrat Mavlana Jaloliddin Rumi, masalan, mana Turkistondagi turgan Sultoni Ahmadi Yasoviy, Bahovoddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy, Navoiy hammalari shu ilmda, shu tariqatda valilik maqomi bilan o'sha darajaga yetib kelganlar. Agar bu darajaga kim kirmasa, o'sha vali bo'lolmaydi. O'sha quruq zohir ilm bilan qoladi. Endi bu qanday kishilar tariqatga kirishlari mumkin? Shunda haqida ham bir qisqacha ma'lumot berasiz. Bu haqda bizdan ilgari o'tgan Hazrat Mavlana Jaloliddin Rumi, masalan o'sha Sulton Ahmadi Yasoviy pillarimiz jariyada kelgan. Bular o'sha sulugda masalan o'sha vatanni tark qilishlik, bola chaqani tark qilishlik, qalandar kiyimini kiyishlik, shu bilan shu mashhur bo'lgan o'sha davrlarda yig'ilib ko'pchilik odamlar shahar shunday yurgan. Qachonki Hazrati Naqshbandiy pirimiz dunyoga kelib bu shu valilikni olgandan keyin bu kishi ne aytdiki, yo'q. Endi qaysiki odam xolasa tariqatni, shu ma'rifatni, haqiqatni bilaman desa, valilik bo'ladigan bo'lsa, bu kishi ho rahbar bo'lsin, ho podshoh bo'lsin, ho boshqa bo'lsin, shu tariqatni, tariqai Naqshbandiyga kirsin, shu zikrni qilsin. O'shuning uchun qo'lingiz ishda bo'lsin, dilingiz Xudo bilan bo'lsin degan shior bilan bu kishi odamlarni shu yo'lga qarab yetaladi. Bastakoru dilda yor. Mana shu gaplarni shior qilgan bo'lsinki, shu shaharlarni hammaga ta'sir qilgan vaqtida o'sha dunyoga, chunki Amir Temur o'sha vaqtida podshohni, dunyoni yarmini olgan edi. Mana Hazrati Amir Temur kelib bu Hazrati Bahovoddinni pir tutdi. 1 yil 3 oy xizmat qildi. Ana o'shandan keyin Amir Temurga ruxsat qildi. Amir Temur podshoh bo'lsa ham o'sha zikrni, o'sha vazifalarni qildi. Valilik darajasining eng yuqorisiga borib taqaldi. Shu Amir Temur ham. Shuning uchun tariqatga ho rahbar bo'lsin, ho doktor bo'lsin, ho kasbda bo'lsin, ho hunarda bo'lsin, albatta qilinadi. Bu har qaysining o'ziga yarasha kitoblarda mana yaqinda chiqdi. Bu insonda 5 ta latoif bor. Latfai qalb, latfai ruh, latfai sir, latfai xafi, latfai axfa, latfai qalb Hazrati Odam alayhissalomni joyidir. Xudoy taborak o'sha bilan nur bilan valilikka yetkazdi. Latfai ruh Hazrati Nuh alayhissalomning Ibrohim Xalillohning joyi. Bu o'sha maqomda bular o'sha valilikka. Endi shu qo'pol o'sa ham mana qizim turibdi, aytibramizki, qalb o'sha chap entikdan ekanlik past,
Hazreti Adam aleyhisselam'dı. 10 emkaydan 2 yillik balasi ruh Hazreti Nuh aleyhisselam'ın İbrahim Halilullohning joyi. Chap emkaydan 2 yillik balat sir Hazreti Musa aleyhisselam'ning joyi. 10 emkaydan 2 yillik balati Hafi Hazreti İsa aleyhisselam'dı. Ikov ko'kragimizning o'rtasi gardan ahvo bu Rasululloh Sayyidi Kainot sarvari olamning joyi. Shuning uchun har qaysilariga 5 mingta tilni shunday tishlagan holda o'sha halqasiga zarb qiladi, ko'z yumib ovoz chiqarmaydi. Xufiya zikr. O'shuning uchun bu Qur'ondagi sura Arabda ud'u robbakum tazarruun xufiya dedi. Alloh taborak shundayki, menga zikr qilguncha qalbing bilan, joning bilan ovozingni chiqarmagin. Ovozingni chiqarishlik meni uzoqda bilishliging, qalbingdan, joning, diling bilan aytish sen bilan birgaman deb. Shuning uchun Hazrati Naqshbandiy pirimiz, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy pirimiz shularni hujjat qilib, biz mana shu yo'ldan ketayotgan